men so'zlagan tema Uyg'ur tilining qudrati, Uyg'urning qudrati demakdir degan nayt bir inchik bir amaliyotda til falsafasining, ya'ni Uyg'ur til falsafasiga munosabat bir tema. Ya'ni bizda hozir atom kuchi yo'q, yadro kuchi yo'q. Agar bu bo'lgan bo'lsa bizning nima qilganligimiz hozir har birimizga ayon. Ammo bizda bu kuch bo'lmagan ahvolda qanday qilamiz degan vaqtda faqat bir kuch, u bo'lsa Uyg'ur tilining kuchidan iborat. Har birimiz ma'lum vaqtda Uyg'ur tilining mutaxassisi, Uyg'ur tilida ajoyib cho'nqur bilimga ega bo'lgan ham o'sha diplomatik bir saviyada ishlatiladigan nihoyat cho'nqur Uyg'ur til saviyasiga bir inson bo'lish talab qilinadi. Men bu yerda Heideggerdan misol keltirdim. Heidegger deganimizda Germanning danglik filosofi 21-asrdagi eng danglik filosof Martin Heidegger. Bu shaxsning bunday bir so'zi bor. Til demaklik mavjudiyatning uyidir debchi. Buning ma'nosi, ya'ni German tildagi ma'nosi bir inson bo'lishi jarayonida o shubhisizki beşimi til, uning oxirisi til deydi. Faqat tilning ichida yashaydi deydi. Anda ikkinchisi bu tilni bir nur deydi-da. Biz bir narsani ko'makchi bo'lganmiz, u cho'qim faqat shu til orqali ko'ramiz deydi. Masalan, men ma'lum bir narsani o'ylagan vaqtimizda shu besizlikka Uyg'ur tilida fikr qilaman-da. Har bir Uyg'ur albatta Uyg'ur tili orqali fikr qiladi. Masalan, ayni vaqtimda dedim, men ishik deganda o Uyg'urcha ishikni ko'zallarga keltiraman-da. Yaponcha bilan tobira deydi. Ama ishik deganmanda, ammo u Yaponcha ishik bilan Uyg'urcha ishik o'tirsida bu mohiyatlik farq borligini har birimiz bilamiz. Mush mana qara vaqtimizda avval biz texmi cho'nqurlab kirdigan soha balkim Uyg'ur tili sohasi bo'lishi mumkin. Biz yangi hukmlarni Uyg'ur tilida ifodalashga majbur. Biz nurg'un intayin zil hukmlarni Uyg'ur tilida ifodalashga ojiz keldik. Bizning mediadagi tillarimiz oddiy, tez, aniq buni keskin deyish kerak. Biz Uyg'ur tilininki mush mediadagi, diplomatiyadagi cho'nqurlik darajasini texmi cho'nqurlashtirishimiz va kengaytirishimiz. Mushu sohada biz har birimiz cho'qim til ustasi, tilning mutaxassisi bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Men mushu temada so'z qildim. Akademiyadagilarning bir qanchasi menga gapirib, eng yuragimizga qattiq tekkan mushu nutq bo'ldi, sening nutqingda deb. Axirida Martin Heideggerdan boshqa Germanning danglik filosofi Immanuel Kantning Axloq metafizikasi nomli asarida misol keltirdim. Bu axloq metafizikasi nayt bir gap bor. Bir insonning majburiyati ikki xil deydi. Birisi axloqiy majburiyat, ikkinchisi qonuniy majburiyat. Hamda German tilidagi ma'nosi birisi mukammal majburiyat, yana birisi g'ayri mukammal majburiyat degan gap. Bu mukammal majburiyat degan ma'nosi qonuniy majburiyatda bir inson agar qonuniy majburiyatlarni, ya'ni tabiat qonunida belgilangan shu majburiyatni ado qilmaydi ekan, u jinoyatchi. Xo'sh, xo'sh. Biz Uyg'ur o'zimizning qonuniy majburiyatlarimiz, tabiat qonunida belgilangan shu majburiyatlarni to'liq tushunmaganligimiz va ado qilmaganligimiz tufayli balkim mushkul qilgan bo'lishimiz mumkin deb aniq keskin murojaat qildim. Ikkinchisi axloqiy majburiyat. Bir odam yana bir odamga axloqsizlik bilan muomala qilsa, onun so'rig'i shu maydon bo'lmaslik mumkinki, uning oqidilam keldigan so'rig'i bor. O shu beysiz. Demak, bu tabiat, bu jamiyat, bu davlatning mohiyati tarafi albatta bizning shu tilimiz bilan, ya'ni ona tilimiz bilan ifodalagan hukmlar bilan ham munosabat. Mushiyat qara vaqtimizda biz Uyg'urni kuchaytiramiz deydiganmiz, jazman Uyg'ur tilini cho'nqurlashtirishimiz, kuchaytirishimiz. Har birimiz Uyg'ur tilininki allamasa bo'lishimiz ham zarur. Mushundaq vaqtda andın biz jahandarchilikdan o'zimizning nasibimizni ham davlat va davlatchilikdan o'zimizning nasibimizni olishimiz ham mumkin.